Aka, labo oldim. Endi qanaqa variant qildirsam ekan deb o'ylanib yuribsizmi? Aka, mana sizga alohida yechim. Ushbu labo orqasi ikki yonga ochiladigan darvozali, yonlari templi bo'lgan, ichlari pressovniy rossiyskiy faner bo'lgan. Aka, buni biron joyga ovqatlanishga kirsangiz ham, ichida yuk qoldiradigan bo'lsangiz, bexavotir, bemalol o'tirasiz. Chunki darvozalar qullanadi. Xo'p, endi ichki tomonga keladigan bo'lsak, oldi ikki yoni pol qismlari 6 mm pressovniy faner, birinchi sort bo'ladi. Patologlari va eshigining ichkari qismi 4 mm bo'ladi aka. Ichkari tomonida havo yaxshi bo'lishligi uchun ko'rib turganinglardek forchkalarni qo'yib berganmiz. Germetkalari alohida bitta tema, o'zingizlar ko'rib guvohi bo'lsanglar bo'ladi. Orqa tomonlarida har doimgidek patnoshkalari bor. Aka, mana bu eng zo'r rossiyskiy turi mana shu bo'ladi. Aka, adashib qolmang. Rossiyskiy deb tiqib yuborishadi. Ehtiyot bo'lasizlar. Har ehtimolga qarshi ko'rsatib farqini aytib qo'yaman. Akalar, balandligi standartlarga muvofiq pol qismidan tom qismigacha 1.55 qilib berilgan. Oldi tomondan ko'rinishi juda ham bir chiroyli holatda turadi. Tentlarimiz ko'rganingizdek bir tekisda qilib chirimaydigan iplardan tikib taqib qo'yib berganmiz. Bilasizlar, yangi yo'l tent bizdan oldin ham, xudo xolasa hozir ham va keyin ham nomer 1 bo'lib keladi. Ushbu shunaqa tent mashinalarga, tentli mashinalarga tent tikib berish bo'yicha va karkas kuzov yasash bo'yicha akalar. Endi aka, yopilishlariga bitta e'tibor berasizlar. Yopilishlari plavniy. Bu tomonga yopib ko'rsatib beraman. Yopiladi. Bu aytganimdek, mana qulf kalitlari ham o'zida bo'ladi. Bemalol quplab bexavotir tursangiz bo'ladi. Bu tomondan ko'rinishlari. Akalar, kimga shunaqa tent xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran pastda nomer qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati, Yangiyo'l shahri joylashgan. Xudo xolasa ishinglarni tez va sifatli, eng muhimi ko'ngillardan joy oladigan qilib bitirib beramiz. Ushbu videoni ustaxona qidirib yurgan yaqin do'sti birodaringiz bo'lsa jo'natib qo'ysangiz, xudo xolasa manfaatli bo'ladigan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuninglar xayrli o'tsin.